O'zbekiston yoshlari yana trendda. Sababi milliy terma jamoamizning darvozaboni O'tkurbek Yusufovning qizi otasi va qolgan futbolchilarni duo qilib turgan videosi barchani yig'latdi. Shu jajji qizchaning otasiga va terma jamoamizga bildirgan duolari ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan bo'lsa, Jahongir Foziljonovning Portugaliyaga qarshi o'yinda O'zbekiston terma jamoasini hech qanday kuch to'xtata olmaydi degan gaplari yana internetni portlatdi. Bundan ham eng zo'ri Xayrilla Hamidovning bir gapi futbol muxlislarining etlarini jimirlatib yubordi. Chunki 2007-yilda futbol terma jamoamiz uchun bir gap aytilgandi. O'sha payt jahon chempionatida saralashdan chiqa olmagandik va o'shanda rahmatli Hojiboy Tojiboyevning hech bo'lmaganda Marujni o'pkasaga mayliydi degan gaplari Xayrilla Hamidovga qattiq ta'sir qilgan shekilli. Jonli efir paytida muxlislardan biri yana shu savolni berdi va u barchani etni jimirlatadigan gaplarni gapirdi. Do'stlar, yaxshi so'zlang, videolarni ko'ringlar va like bosishni unutmanglar. Aytgancha, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishni ham unutmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Allohim, go'zalim, mehribonim, ulug'im, sendan yolvorib so'rayman. Otajonim omadlarini bergin, yuzlarini yorug' qilgin. Allohim, futbolchilarimizni o'zingga asla. Ularga sog'lik, kuch-quvvat, sabr, omad, xatoyi maydonda ham, hayotda ham yuzlari yorug' bo'lsin. Vatanimiz sharafini munosib himoya qilishda ularga madadkor bo'l. O'zbekistonimizga yana ko'plab g'alabalar va quvonchli gollarni nasib et. O'tkir Yusupov, Abbosbek Fayzullayev, Abduqodir Husanov, Oston O'runov, Jaloliddin Masalipov va boshqa futbolchilarni o'z panohingda asla. Ularni martabalarini ulug' qil, omadlarini ber. Nimaiki yaxshi niyat bo'lsin, ularga tilayman. Jahon chempionatida zo'r yutuqlar bilan salomat vatanimizga qaytib kelsin. Sizlar eng zo'rsizlar. O'tkir Yusupov, Adajonim, Mo'min-Adin, Bolatalis. Men Adamni judayam yaxshi ko'raman. Allohimdan Adamga malaka tilayman. Allohim hammamizni xonadonimizga barakotlarini yog'dirsin. Ilohim jahon chempionatida birinchi o'yinlarni olib kelsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Amin. Allohu akbar. Sizlar eng zo'rsizlar. Sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. I love you. Portugaliya O'zbekiston taxminiy hisob nechinchi bo'ladi? Endi taxminiy hisob bilmadim, lekin bolalar harakat qilishadi. Men o'ylaymanki yutamiz, Xudo xolasa. O'zbekiston. O'zbekiston. Rahmat javob. Hozir bu yerda muhimi yutish emas, natija. Ya'niki hozir mana shu bitta o'yinning o'zida butun nima O'zbekiston kimligini, qanaqaligini his qildirib yuborishdi. Shuni o'zi katta natija. Sirdaryoga kelishib boshlaydi. Fayzullayev qatta turadi. Abbos qatta turadi. Qatta futbol o'yiniga mana shu mahalladami deb stadionlarga keladi Fransiyalardan. Qarab turinglar. Katta rahmat. Tayyor turinglar. Sog' bo'ling. Bismillah. Alaykum assalom. Og'ir o'yin o'tkazdik. O'yindagi hisob o'yinga yarasha bo'lmadi deb hisoblaymiz. O'shaning uchun bizga ozroqgina alam qildi. Baribir o'ylaymanki sizlarga ham butun O'zbekistonga ozroqgina alam qildi. Mag'lubiyat bilan bo'lsa-da boshladik. Endi bunaqa terma jamoalarga qarshi shunaqa o'ynash ham biz uchun avvalo baribir yutuq. Fabio Cannavaro aytdiki, o'sha ularda treneri bizni terma jamoani yaxshi taassurot qoldirdi deb aytganini aytdi va bu narsalar bizga yetmasligi, yanada ko'proq ishlashimiz kerakligini o'sha o'zimiz xatolarimiz ustida bugun ham miting qildi. O'sha o'zimiz xatolar ustida ko'proq ishlasak, yanada yaxshiroq holatga kelamiz. Yo, marojni yeb qaytamizmi degan gap bor. Endi yemaydi o'rtoqlar. O'zinglarga g'alati. Tuymabdi. O'zinglarga. Endi to'g'ri, o'sha payt to'g'ri bo'lgan. Men inkor qilmayman, lekin hozir yorvordi bolalar. Eron bilan 2 marta kaplarni yutib tashlagan yigitlarga nisbatan endi hadeb ana siyqas chiqqan.
shu gapiradigan odamlarni aksarini o'zi misol uchun Toshkentdan tashqariga chiqib yoki O'zbekistondan tashqariga chiqib marojniy yeb kela olmagan odamlar. Mana shunaqa deb o'ylaydi. Jon teknikda bor. O'zinglarga ham erish tuyulmaydi. Bu marojniy masalasi. Jahon chempionati yurtida vatanni terma jamoasi hali ham o'sha 2007-yilda gapirilgan gap psixikasini chiqarib gapirib yurish bu normal holat emas. Saviyasizlik deb o'ylayman. O'ta saviyasizlik.